28 aprel Butunjahon mehnatni muhofaza qilish kuni munosabati bilan yurtimiz bo'ylab mehnatni muhofaza qilish haftaligi o'tkazilmoqda. Haftalik doirasida O'zbek Telekom aksiyadorlik kompaniyasi tashabbusi bilan kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi hamkorligida seminar tashkil etildi. Unda tashkilotlarda mehnatni muhofaza qilishning yangi milliy talablarini joriy etish bo'yicha mavzular muhokama qilindi. So'zga chiqqanlar mehnatni muhofaza qilish qonunchiligining asoslari, bu borada mamlakatimizda qilinayotgan ishlar bo'yicha ma'lumot berishdi. Shuningdek, O'zbek Telekom tizimida faoliyat olib boruvchi xodimlarning mehnatini muhofaza qilish va ularga qulay ish sharoitlarini yaratish bo'yicha bajarilayotgan ishlar, kelgusi rejalar haqida ham to'xtalib o'tildi. Biz birinchi navbatda mana shu Vazirlar Mahkamasining qarorini ijrosi sifatida xodimlarimizni O'zbekiston Respublikasi Kambag'allik qisqartirish va bandlik vazirligining o'quv markazi orqali malakalarini oshirtirdik. Va malakalarni oshirtirgandan keyin tegishli hujjatlarga ega bo'ldilar va bu asosda o'zlarining faoliyatlarini amalga oshirmoqdalar. O'tkazilgan seminar albatta bizni O'zbek Telekom aksiyadorlik kompaniyasi xodimlarini, mutaxassislarni ham, rahbariyatini ham mana shu mehnatni muhofaza qilish masalalariga oid talablarni yana chuqurroq o'rganishlariga va bu orqali bilimlar oshishiga va albatta buni ishlab chiqarishga joriy etishiga katta bir hissasini qo'shadi. Ta'kidlanishicha, Xalqaro mehnat tashkiloti statistikasiga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab 2,5 million kishi ish bilan bog'liq turli sabablarga ko'ra vafot etadi. 300 million kishi jarohat oladi. 840 ming o'lim holati psixo-ijtimoiy xavflar bilan bog'liq. Xodimlarning ishda uzoq vaqt bo'lishi, ularga yuqori talab qo'yilishi, ruhiy bosim bo'lishi psixosotsial xavf omillari hisoblanadi. Shu boisdan ham tashkilotlarda mehnatni muhofaza qilishning talablarini joriy etish va qo'llash muhim ahamiyatga ega. Ish joyida sog'lom muhitni tashkil qilish uchun albatta nafaqat ish beruvchi, balki xodimlar ham xabardor bo'lish kerak. Bu yo'nalishda, bu sohada tegishli bilim ko'nikmalarga ega bo'lish kerak. Mana bu ish beruvchiman, xodim hamjihatda mana shunday birgalikda mana shu sog'lom muhitni yaratilsa, ya'ni qonun hujjatlarida xodimlarga belgilangan huquqlarga xodim bilsa, huquqini talab qila bilsa, albatta men o'ylayman, mana shunaqangi mehnat muhofaza qilish yo'nalishida ham yuqori bir madaniyatni har bir jamoada yaratishga imkon bo'ladi. Ma'lum qilinishicha, ish joylarida sog'lom psixologik muhitni shakllantirish nafaqat xodimlar salomatligi va ruhiy barqarorligini ta'minlaydi, balki mehnat unumdorligini oshirishga, jamoada o'zaro ishonch va hamjihatlikni mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Shunga ko'ra, har bir tashkilot o'z xodimlarining mehnat muhofazasi uchun talablarni ishlab chiqib, tatbiq etishi lozim. Seminar davomida mehnat xavfsizligini ta'minlash, ishlab chiqarishdagi xavflarni kamaytirish, xodimlar salomatligini himoya qilish va yangi milliy standartlarni amaliyotga joriy etish masalalari ham muhokama qilindi. Mavzular yuzasidan takliflar ilgari surildi. Seminar yakunida ishtirokchilarning mavzu yuzasidan berilgan savollariga soha vakillari javob qaytarishdi.